Gvardiola boshiga tashvish kelib, himoyachisiz qolgan bir vaqtda uning joniga orom beruvchi o'zbek o'g'loni Lans jamoasida bir o'zi himoyani temir gumbaz singari ushlab yurardi. Olamshumul transfer amalga oshdi va Gvardiola darhol Husanovni Angliya grandlaridan biri hisoblangan Chelsiga qarshi olovli o'yin ichiga tashladi. O'yinning boshidagi 2 daqiqada hali til bilmagan, jamoaga to'liq moslashmagan 20 yoshli yigitcha uchun juda ham og'ir bosim edi va amalda Abduqodirning xatoga yo'l qo'yishiga sabab bo'ldi. Bundan foydalangan raqib o'yinchilari gol urib, oldinga chiqib olishganga qaramay, Manchester City va Gvardiolaning qo'llab-quvvatlashi sabab o'yindagi g'alaba tortib olindi. Va o'sha kuni Manchester City futbolchilari Abduqodirga qilgan ko'maklari uchun deyarli barcha o'zbek xalqi bir kunda Cityni sevimli jamoasi deb e'lon qildi. Haterlar va o'zbekni ko'ra olmagan tanqidchilarning jag'i yopilmayotgan kunlarning o'zida Abduqodir Husanov birdan transformerlar singari o'zgardi va xatolar jangchilarni buyuk qiladi degan shior bilan maydonga kira boshladi. Real Madridga qarshi kechgan bahsda Vinicius Juniorni qo'rqinchli tushiga aylangan Husanov 90 daqiqa bo'yicha Vinini cho'ntagiga solib qo'ydi. Angliyaning chempionligi sari dadil odimlayotgan Liverpool jamoasiga qarshi deyarli bir o'zi himoyalandi. Mana shu kadrga e'tibor bering. Husanov hatto darvozabonning ishini ham qilayotgandek ko'rinardi. Bunday darajani ko'pchilik tushida ham ko'rmagandi. O'tgan mavsumning o'zida hech bir futbolchi Abduqodirdan o'tib keta olmagandi. Bu yigitning boshqa darajada ekanligini hamma tan ola boshlagandi. Achinarlisi shuki, kamtar bu yigitni Premier Ligani yondirishi uchun kutilmagan jarohat siz va bizga bo'lajak himoya qirolining o'yinlaridan bahramand olishimizga to'sqinlik qilayotgandek. Voqealar rivojini o'tkazib yubormaslik uchun Sportning xastasi kanali bilan qoling.